Assalomu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatika darsligimizning 12-chi darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darslarimizdan boshlab arab tili grammatikasining asosiy xaritasini o'zimiz o'qigan yergachilik eslab kelyapmiz. Bugun mu kundukiga o'xshash arab tili grammatikasining asosiy xaritasini bugun yergachilik qisqacha eslab o'tamiz. Biz arab tili grammatikasi ikki narsa ustida so'zlaydi degan. Kelima va kalam. Ya'ni so'z va cümle ustida so'zlaydi degan. Uningdan keyin so'zni, ya'ni kelimani ism, fe'l, harf deb uchga bo'lib so'zlaydi dedik. Uningdan keyin ismni cho'ng jihatdan mabni, ya'ni qatqan, o'zgarmas va mu'rab, o'zgarishchan jumla o'rniga qarab o'zgaradigan mu'rab ism deb ikkiga bo'lgan. Biz mabni ismlar bilan tanishib bo'ldik. Mu'rab ismlarni ichidan marfuat, mansubat, majrurat deb uchga bo'ladi degan. Nima uchun? Mu'rab degan o'zgarishchan ism degan gap. Bu ya pashlik o'zgaraydi, ya zivirlik o'zgaraydi, ya zirlik o'zgaraydi. Bu nuqtadan mu'rab ismlar marfuat, pash o'qildigan ismlar, zivir o'qildigan ismlar, zir o'qildigan ismlar deb uch turga bo'linadi. Biz ilgirki soatlik darsimizda marfuat ismlar bilan tanishib bo'ldik. Hamda biz bugun ana shu mansubat, zivir o'qildigan ismlar bilan tanishamiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Al-mansubat. Zivir o'qildigan ismlar birinchidan maf'ulun bih. Maf'ulun fih. Maf'ulun mutlaq. Maf'ulun ma'ah. Maf'ulun li ajlih. Al-hal. Tamiz. Mustathna. Kanının xəbri və onun qarindaşlarının xəbri, ininin ismisi və onun qarindaşlarının ismisi, lan nafiyə bilən zivər qulğa isim, leysiga o'xshab ketadigan ma va laninki xəbri. Mana bu arab tilidagi zivər qulğa isimlar. Hamda biz bunun hər biri bilan təfsili ayrım tanışıb chiqamiz. Oldi bilan birinchisi maf'ulun bih. Maf'ulun bih degan nima? Maf'ulun bih qanday turlarga bo'linadi? Bu haqda so'zlaymiz. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih deganimiz ish harakat ustiga tushgan so'z. Ya'ni fe'l har qanday bir fe'l, ya'ni ish harakat bo'ladi ekan, u ish harakatning qilg'uvchisi bo'ladi. Bu ish harakatning qilg'uvchisini biz elib bag'uvchisini biz nima deymiz? Fa'il deb ataymiz. Uni nima qiladi? Pash qiladi. Uni biz marfuat, pash qiladigan ismlarning qatoridan so'zlagan. Endi fe'lninki fa'ili bo'pti. Endi bu fa'il fe'lni nega gapirib tashlaydi? Kimning ustiga tashlaydi? Ya'ni harakat ustiga tushgan narsani biz nima deymiz? Maf'ulun bih deymiz. Masalan, daraba Muhammadun Zaydan desam, Muhammad Zaydni urdi. Bu jumla qarasak, daraba degan fe'l bor. Bu fe'lning qilg'uvchisi Muhammadun, ya'ni Muhammad urdi. Kimni? Zaydni urdi. Unda bo'lsa, bu yerdagi Zaydning bo'ldi. Maf'ulun bih. Chunki ish harakat zaydning ustiga tushdi. Demak, ish harakat ustiga tushgan narsa arab tilida nima bo'ladi? Maf'ulun bih bo'ladi. Va huwa ismun ma waqa alayhi al-fi'l. Bu fe'l, ya'ni ish harakat uning ustiga tushgan narsa, tushgan ism maf'ulun bih bo'ladi. Endi bu ish harakat ustiga tushgan narsa ya mufrad so'z bo'ladi. Ya'ni yolg'iz so'z bo'ladi, yoki shu jumla bo'ladi. Endi bu mufrad so'z bo'ladi deganlik birlik deganlik emas, yolg'iz deganlik. Ya'ni yolg'iz so'z meyli ikkilik shaklda bo'lsin, meyli ko'plik shaklda bo'lsin, yolg'iz so'zni ko'rsatadi. Ya'ni jumla emas degan gap. Endi agar harakat yolg'iz so'zning ustiga tushgan bo'lsa, meyli bu yolg'iz so'z uch qism bo'lsin, Zaydan deganga o'xshash, yoki domir bo'lsin, kaga o'xshash, yoki mustaqil domir bo'lsin, iyyaka deganga o'xshash. Ya'ni yolg'izlam so'z bo'ladi ekan, buni biz nima deymiz deganda sarih deymiz. Ya'ni bu nuqtada maf'ulun bih sarih va g'ayri sarih deb ikki turga bo'linadi. Sarih degan nima desa, men hozir so'zlaganimdek sarih maf'ul deganimiz, ya'ni maf'ulun bih sarih deganimiz mufrad bo'lgan maf'ulun bih, ya'ni yolg'iz bo'lgan maf'ulun bih. Endi bu yolg'izlik, yolg'iz so'zlik oshkor ismdan bo'ladi. Masalan, karramatil wuzaratul muallimina. Ministrlar, vezirlar o'qituvchilarni mukofotladi, hurmatladi degan bu jumla qarasak, karramat. Karrama fe'l.
El-vuzaratu faili. Kim hürmetildi? Vezirler hürmetildi. Kimni hürmetledi? Hürmetleş kimning ustiga tushdi? Muallimlarning ustiga. Unda o'zi muallimlar nima ekan? Maf'ulun bih ekan. Maf'ulun bih degani nima qiladdi? Zivar o'qiladi. Qani bu yerdagi zivarlikning alomati ya. Qani nima uchun bu zivar o'zi kelmay, boshqasi buningga far'iy holatda boshqa bir harf keldi buning zivarlik o'rnida desa, chunki bu jam'i muzakkar salim. Cem' muzakkar salimda zivarlikning alomati nima bilan bo'ladi? Ya bilan bo'ladi. Biz buni ismning i'robining turlarida so'zlab bo'lgan. Demak, bu yerdagi al-muallimina maf'ulun bih bo'ldi. Qanday maf'ulun bih? Sarihmi yoki g'ayri sarihmi desa, sarih deymiz. Nima uchun? Chunki muallimina bu yerda jumla emas, u mufrad so'z. Garchi ko'plik shaklda kelsa-mu, u mufrad, ya'ni jumla emas. Bu yerdagi mufrad degan gap jumla emas degan gap. Ya'ni maf'ulun bih mufrad yolg'iz so'z bo'ladi ekan, yolg'iz ism bo'ladi ekan, nima bo'ladi? Sarih bo'ladi. Masalan, sa'attuka fi mihnatik. Sizning bu xizmatingizda, sizningki ishingizda, xizmatingizda sizga yordam qildim degan bo'jimni qarasak, sa'attu, sa'ada fi'il tu fa'ili. Kapchu maf'ulun bih. Chunki yordam qilishning iborat harakat kapning ustiga tushdi. Demak, bu yerda maf'ulun bih kap bo'ldi. Kap jumlami yoki yolg'iz so'zmi? Albatta yolg'iz so'z. Demak, bu yerda yolg'iz so'z bo'lganligi uchun nima bo'ldi? Sarih bo'ldi deymiz. İyyâke na'budu. Sana ibodat qilamiz. Mana bu oyat karimadan uzib olingan bu jumlada İyyâke na'budu desak, bu yerda ibodat qilamiz degandagi na'budu degandagi fe'lninki maf'uli, ibodat qilish kimning ustiga tushadi? İyyâke degandagi lafzul jalal va xitob qilingan Allohning ustiga tushadi. Shunaqmi? Demak, Alloh qilamiz ibodatni. Bu yerdagi sharikat ustiga tushgan İyyâke nima bo'ldi? Maf'ulun bih bo'ldi. Bu yerda mu İyyâke jumlami yoki mufradmi? Yolg'izmi bo'lsa, yolg'iz. Shuning uchun nima deymiz? Sarih deymiz. Demak, sarih bo'lgan maf'ulun bih sarih deganimiz yolg'iz so'z. Bu yolg'iz so'z ya ismun sarih. Sarih ism bo'ladi yoki domir bo'ladi. Mayli bu domir muttasil domir olsun, sa'attukadagi kapga o'xshash. Munfasil zamir olsun, iyyakadagi iyyakaga o'xshash. Demak, sarih deganimiz mufrad maf'ulun bihni ko'rsatadi. Endi g'ayri sarihchi desa, agar maf'ulun bih jumla bo'lib qolsa, mayli u jumla ismiya bo'lsin, mayli jumla fi'liya bo'lsin, mayli shibhi jumla bo'lsin, jumlaga tava bo'lib qolsa, bu maf'ulun bihni biz deymiz g'ayri sarih deymiz. Masalan, araftu bildim annaka qadim. Sizning kelganligingizni bildim. Demak, bu yerdagi bilishdan iborat ish harakat uning kelganligidan iborat bir butun jumlaga tushdi. Ya'ni annaka qadimun degan bu jumla ismiya, araftu degan bu fe'l fa'ilning, ya'ni araftu degan bu fa'ilning nimasi bo'ldi? Maf'uli bo'ldi. Demak, bu yerda maf'ul yolg'iz mufrad so'z bo'ldimi yoki bir butun jumla bo'ldimi? Jumla bo'ldi. Ya'ni maf'ul jumla bo'lgan vaqtida nima bo'ladi? G'ayri sarih bo'ladi. Annaka qadim degan jumla ismiya maf'ulun bih bo'ldi. Zanantuka tahduru. Sizni hozir bo'ladi deb o'yladim degan bu jumla qarasak, zanna degan ikki maf'ul o'tadigan, ya'ni ikki dona maf'ul ehtiyojli qolgan fe'l. Zanantuka o'yladim sizni, tahduru hozir bo'ladi, ya'ni hozir bo'ladi deb qana qildim o'yladim. Endi kap birinchi maf'ul bu yerda qanday bo'ldi? Mufrad yolg'iz so'z bo'ldi. Bu sarih bo'ladi. Ammo hozir g'ayri sarih bo'lgan qismiga munosabatli tarafi tahduru. Bu tahduru ikkinchi maf'ul bo'ldi deymiz. Demak, bu yerdagi fe'llik jumla nima bo'ldi? Maf'ul bo'ldi. Ya'ni fe'l degan jumla shaklida muomala qilinadi arab tilida. Unda bo'lgan ekan, bu yerdagi tahduru degan fe'l, ya'ni jumla fi'liya maf'ulun bih bo'ldi. Maf'ulun bih jumlaga vaqtida g'ayri sarih bo'ladi degan. Amsaktuka biyadik. Qo'lingizni tutdim. Tutishdan iborat harakat uning qo'liga tushdi. Shundaqmi? Unda bo'lsa bu yerdagi biyad nima bo'ldi? Maf'ulun bih bo'ldi. Ammo bu maf'ulun bihda mufrad so'zmi? Yo'q, buning oldida bir harfi jar va, ya'ni biyad va, biyadga ba va shundaqla jar majrurdan tarkib topgan bir shibhi jumla. Shuning uchun bu yerda maf'ulun bih shibhi jumla bo'lganligi uchun buni biz nima deymiz? G'ayri sarih deymiz. Ya'ni maf'ulun bih sarih deganimiz mufrad yolg'iz bo'lgan maf'ulun bihni ko'rsatadi. Maf'ulun bih g'ayri sarih deganimiz jumla bo'lgan. Mayli ismiya bo'lsin, mayli fi'liya bo'lsin, mayli shibhi jumla bo'lsin, jumla bo'lgan, ya'ni mufrad bo'lmagan maf'ulun bihlarni ko'rsatadi deymiz. Endi yuqoridagi misollarga qarasak, masalan, karramatul wuzaratul muallimina. Karramat fi'il, al-wuzaratu fa'il, al-muallimina maf'ulun bih. Beshida fi'il keldi, uningdan keyin fa'il keldi, uningdan keyin maf'ulun bih keldi. Bu
asli tertib. Fiil bilan boshlangan jumlaniki asli tertibi bu. Ammo bu tertibga qarshi holatda fa'ildan maf'ul burun kasb bo'lamdi deganda bo'ladi. Al-aslu fil jumla an tubda bil fi'l wa yudhkaru ba'dahu al-fa'il. Thumma yudhkaru ba'dahu al-maf'ul bih. Asli jumlada fiil bilan boshlanishi, uningdan keyin fa'ilning so'zlanishi, uningdan keyin maf'ul bih so'zlanishi kerak deydi. Bu asli qoida. Bayatman degandek. Endi to'g'ri bo'ladi fa'ilni u maf'ulga ilgari qilish va ta'xirihi va keyin keltirish to'g'ri. Ilgari keltirsakmi bo'ladi, keyin keltirsakmi bo'ladi. Bir shart bilan. İza lam yahdusul iltibas fil kalam. Jumlada bir elishib qilish, elishongilik yuz bermasa, ya'ni fa'il qaysi, maf'ul qaysi buni ayirg'ili bo'lmaydigan bir holat yuz bermasa, maf'ulni fa'ildan ilgari keltirsak bo'laveradi. Masalan, daraba Muhammadun Zaydan degan bu jumlada Muhammadun fa'il, Zaydanchu maf'ulun bih bo'ldi. Daraba Zaydan Muhammadun deb maf'ulun bihni Muhammad degan fa'ilni ilgari keltirsak bo'ladi. Nima uchun? Chunki bu yerda elishongulik, elishib qilish, fa'ilni maf'uldan ayirmaydigan holat yo'q. Chunki daraba Zaydan Muhammadun deb Zaydan nima qildi? Zivar o'qildi. Uning zivar o'qilgan qarablan biz maf'ulun bih ekan deb qana qila olamiz, ayirib olamiz. Ammo ayirg'ili bo'lmaydigan holatda bu to'g'ri emas. Masalan, daraba Musa Isa. Bu yerda Musa fa'il, Isa maf'ulun bih bo'lsa, masalan, Musa Isani urgan bo'lsa, endi men Isani Musadan ilgari keltirsam, bu xato bo'ladi. Chunki buning oxirining harakati taqdir qilingan so'z, maqsur ism. Bunday ismlarda buni qaysiniga zivar o'qildi, qaysiniga tashib qildi. Qaysinin fa'il, qaysinin maf'ul ayirg'ili bo'lmaydi. Demak, bu yerda bir elishib qilish yuz beradi. Shuning uchun to'g'ri emas deymiz. Ammo maf'ulun bih cho'qim jumlaning beshida kamisi bo'lmaydigan o'rinlar bor. Maf'ulun bih cho'qim jumlaning beshida kamisi bo'lmaydigan o'rinlar. U qaysi deganda yajibu taqdimul maf'ulun bih alal fi'l wal fa'il. Maf'ulun bih fi'l va fa'ilga ilgari kelishi vojib bo'ladi. Maf'ulun bihni fi'l va fa'ilga ilgari qilish vojib bo'ladi. Agar u maf'ulun bih beshida kelishga tegishli ism bo'lsa, idza kana isman lahu sadara degan gap, jumlaning beshi uning uchun bo'lgan jumla bo'lsa, ya'ni cho'qim jumlaning beshida kelishga tegishli bo'lgan ismlar va arabda. U qaysi ism deganda, masalan istifham, asma'u shart deganga o'xshagan. Masalan, ayyamma tahtarim yahtarimka. Siz hurmatlisangiz ham u sizni qanday qildi? Hurmatlaydi. Bu yerdagi tahtarim degan fe'lning maf'uli qaysi? Ayyan. Demak, bu yerda ayyan ismi shart bo'lg'achqa, bu cho'qim nerda kelishi kerak? Jumlaning beshida kelishi kerak. Tahtarimning fa'ilchi tegidagi yumshurun damir anta. İkincisi, agar maf'ulun bih ismi istifham bo'lib qolsa, jumlaning beshida kelishi kerak. Masalan, kam dinaran dafa'ta thamana lis-sayyara. Mashinaning puli deb necha dinar berdingiz? Mashinaning puliga necha dinar berdingiz degan bu jumla qarasak, dafa'ta berdingiz siz qanchini. Demak, bu yerda qanchini maf'ulun bih ko'pinchalarda ni tarjimasi qilinadi. Qanchini berdingiz degandagi dafa'ta degandagi dafa'a fi'il, ta fa'ili. Buning maf'uli kam bo'ladi. Qanchini. Qaranglar, qanchini. Birish degan kamning ustiga tushdi. Qanchini. Demak, bu yerdagi kamni biz nima deymiz? Maf'ulun bih deymiz. Ham jumlaning beshiga chiqishi vojib deymiz. Nimishqa? Ism istifham bo'lganligi uchun. Arab tilida ism istifham cho'qim jumlaning beshida keladi. Üçüncüsü, agar maf'ulun bih kam yoki kaayyan degan xabariyatayn bo'lib qolsa, ya'ni kam xabariyani bilamiz. Nurg'un degan ma'nodagi kamni bilamiz. Nurg'un kitob o'qidim, kamning kitobini qara'tu deganga o'xshagan nurg'un ma'nodagi kam. Va kaayyan mo xuddi kamga o'xshash xabariya bo'lib keladi. Bu nurg'un degan ma'noda. Demak, xabariya bo'lgan kam va kaayyinla maf'ulun bih bo'lib qolsa. Masalan, kam sadiqin dayya'ta. Kamni biz nurg'un degan ma'nosi. Nurg'unlagan do'stni zayo qilib atdingiz. Zayo qilding sen do'stning sadiqin, do'stning nurg'unlarini. Qaranglar, kam nurg'unlarini. Bu yerda maf'ulun bih bo'ldi. Xabariyaning kam bo'lganligi uchun bu jumla nerda keladi? Buning alomatining qatoridan jumlaning beshida kelish deb so'zlagan. Jumlaning beshida keladi. Shuning uchun maf'ulun bih bu yerda jumlaning beshida keldi deymiz. Kaayyan min fursatin ahdarata. Nurg'ulgan fursatini ketkizib o'tdingiz. Bu yerdagi ahdarta, ahdara fi'il, ta'jub fa'il.
fursatdan nurg'unlarini keayyan nurg'unlarini yetkazib o'tdingiz. Bu yerdagi ahdarda degan fa'ilniki maf'uli keayyan bo'ldi. Xabariyaniki keayyan bo'ldi. Demak bu yerdagi keayyan maf'ulun bih bo'ldi. Bu jumla 5'de keldi. Çünkü xabariya degan yerda keldi. Jumlaninki 5'de keldi deymiz. 4-dan agar maf'ulun bih fasıl bo'lsa, imma bilan uning javobini o'ttirsa. Ya'ni imma bilan javobini o'ttirsa, ya'ni imma shart, bu shart bilan uning javobini o'ttirsa, fasıl bo'lib kelib qolsa maf'ulun bih. Masalan, fa ammal yatima fala taqhar. Amma yetimni uning qahr qilmang degandiki, fala taqhar. Qahr qilmang siz kimni? Yetimni. Demak, bu yerdagi maf'ulun bih al-yatim ekan. Hamda bu al-yatim maf'ulun bih ekan. Bu amma bilan fala taqhar degan ammaning javobini o'tirishga fasl bo'lib kelganligi uchun fala taqhar degan bu fe'lninki va uning tagidagi fa'ilning oldida keldi deymiz. Demak, maf'ulun bih amma bilan uning javobini o'tirish kelgan vaqtda nima keladi? Cho'qim fe'ldan fa'ilning 5'ida keladi deymiz. Hamda maf'ulning fe'lini tashlasak bo'ladi. Fe'l tashlansa uning fa'ili qanday qilinadi? Ko'pincha holda tashlanadi. Hamda yajuzu hazful fi'l li qiyam qarina javazan. Normal holatda maf'ulning fe'lini tashlasak bo'ldi. Ya'ni tashlasak bilinsa tashlasak-chi bo'ladi. Tashlamasakmi bo'ladi. Bo'ladi deganlik to'g'rimi? Tashlasak ma bo'ladi, ixtiyor deganlik. Yajuzu degan shu va to'g'ri bo'ladi fe'lni tashlab o'tish qarinaning to'g'riliq uchun. Javazan to'g'riliq yo'liga asosan. Yani tashlasangiz bo'ladi, tashlamasangiz bo'ladi. Masalan, Zaydan deymiz, "Man adribu", kimni uraman degan savolga biz javob bergan vaqtimizda "Tadribu Zaydan", Zaydni ursiz deb fe'l bilan birga kelsak-ma bo'ladi. Fe'lni tashlab o'tib, Zaydan deb fe'lni tashlasak-ma bo'ladi. Chunki bu yerdagi bir jumlaning siyoqidan uning ma'nosi chiqadi. Endi maf'ulun bihning fe'li kaskin tashlanishga tegishli bo'lgan o'rinlar bor. Maf'ulun bihning fe'li kaskin tashlanishga tegishli bo'lgan o'rinlar bor. Bu 4 xil o'rinda tashlanadi. Asosiy jihatdan 4 xil o'rinda tashlanadi. Buning birisi simoiy, arablarni anglagan bo'yicha tashlaymiz. Uningga biror so'zni qiyos qilib tashlay olmaydi. Arablarni anglaganimizni tashlaymiz. Yajibu hazful fi'li wujuban deydi. Vojiblik yo'liga asosan fe'lni tashlash vojib bo'ladi. Birinchidan bu simoiy holat. Ahlan va sahlan degan bu jumlada fe'lni tashlaymiz. Endi bu ahlan va sahlanga boshqa bir so'zni qiyos qila olmaydi. Chunki biz buni simoiy dedik. Simoiy deganlik arabning anglig'imiz bo'yicha qabul qilamiz, shu bo'yicha ishlatamiz. Arablar ahlan va sahlan degan bu ikki so'zning oldida fe'lni tashlayotgan, biz bu fe'lni tashlaymiz, ham tashlash vojib. Masalan, ahlan va sahlan qarshi olamiz degan gap. Tarjima qilmoqmiz. Ammo buni asosiga qaytarsak, atayta ahlan va atayta makanan sahlan degan bo'ladi. Masalan, o'zingizning uyidagi yerga keldingiz, yashamoq oson bo'lgan yerga keldingiz deganga o'xshash atayta degan bir fe'l va uning fa'ili qanday qilingan? Tashlangan. Demak, bu simoiy. Endi qiyosiy, ya'ni biz uning qiyos qilib bo'lgan, boshqa bir so'zlarni uning qiyos qilib akagili bo'lgan, tashlashga tegishli bo'lgan o'rin birinchidan tahzir babida, ya'ni ogohlantirish babida. Arab tilida ogohlantirish bir jumla qo'shim tarkibi bor, qurilmasi bor. Masalan, kichik bola tokning qashqa bog'liq bo'lgan bo'lsa, nima deymiz? Al-kahriba, al-kahriba. Bu ogohlantirishning yo'llari har xil. Ya'ni shu ogohlantirmoqchi bo'lgan so'zni ikki qatim takrorlash orqali ogohlantirsak bo'ladi. Masalan, kichik boladan birisi yo'lga chiqib qolgan bo'lsa, oldingda mashina va demakchi bo'lsa nima deymiz? Shu mashina degan so'zni qo'sh takrorlash orqali ogohlantiramiz. As-sayyara, as-sayyara deganga o'xshagan. Al-kahriba, al-kahriba, tok tok deganga o'xshagan. Va yoki domir munfasil orqali buni qanday qilsak bo'ladi? Ogohlantirsak bo'ladi. Masalan, iyyaka val asad. Iyyaka val asad. Yo'llasini saqlan, yo'llas degan bir ogohlantirish ma'nosini bildiradi. Bu ogohlantirish tahzirning oldidami bir fe'l qanday qilingan bo'ladi? Tashlangan bo'ladi. Masalan, as-sayyara, as-sayyara ogohlantirgan vaqtimizda shuningga mos holatda bir fe'l tashlangan bo'ladi. Masalan, ihdar as-sayyara, ihdar as-sayyara degan o'xshash ihdar degan fe'ldan birini taqdir qilsak bo'ladi. İyyaka val asad tumushu. Masalan, ijtanib val asad. Ijtanibil asad deganga o'xshash bir fe'lni qanday qilsak bo'ladi? Munosib jumlaga, ma'nosiga munosib holatda bir fe'lni taqdir qilsak bo'ladi.
Ya'ni bu ogohlantirilgan tahzirda cho'qim bir fe'l qana qilingan bo'ladi, tashlangan bo'ladi. Ham tashlash kerak. Buni o'zimiz qiyos qilib boshqa bir yangidan bir so'z tuzsak bo'ladi. Masalan, bir sudni ogohlantirmoqchi bo'lsak, iyyaka val ma yoki alma deganga o'xshash. Su degan so'z ikki xil takrorlasak, bu ogohlantirishni bildiradi. Uchinchi fe'lni tashlash vojib bo'lgan o'rin, maf'ulun bihning fe'lni tashlash vojib bo'lgan o'rin ishtig'ol. Ham ishtig'olda bir gap bor arab tilida. Bu nima degan gap desak, buni misol bilan tushunaylik. Zaydan darabtuhu. Bu jumla qarasak, Zaydan darabtuhu. Zaydni urdim men uni. Qarang, darabtuhu. Darabtuhu degan jumla qarasanglar, daraba fi'il, tuchu fa'ili. Huchu maf'ulun bih. Agar bu yerda hu degan domir kelmagan bo'lsa, Zaydan darabtu bo'lgan bo'lsa, shaksiz bu yerda Zaydni biz maf'ulun bih deydik. Shundaq-ku. Ammo bu yerda Zaydni maf'ulun bih deyil desak, keyindan bir domir kelib, urdim men uni. Deb bu domir maf'ulun bihlik hukmini elib oldi. Ammo bu domirni kimga ko'rsatadi? Zaydni ko'rsatadi. Lekin bu yerdagi qoidadagi hukm Zaydga emas kimga beriladi? Huga beriladi. Mana bu yerda ishtig'ol deymiz, bir mashg'ullash, talashish yuz berdi. Bu yerda mashg'ul oldi. Ya'ni darabtu degan bu fe'l Zayddan keyindagi domir bilan mashg'ul oldi. Yuz o'rdi. Ya'ni Zayddan yuz o'rdi. Nima bilan yuz o'rdi? Hu degan domir bilan qanday qildi? Yuz o'rdi. Demak bu yerda Zaydni yuz o'rdi deymiz. Ya'ni ishtig'ol oldi deymiz. Demak Zayd bu yerda ishtig'ol. Ya'ni keyindan kelgan fe'l o'zining zamirisi bilan uningdan qanday qilgan? Yuz o'rgan. Mana shundaq vaqtda Zaydning oldiga darabtu Zaydan darabtuhu desak bo'ladi, qat'iy bo'lmaydi. Buning oldida bir fe'l bor deb qaraymiz, ya'ni darabtu deb bir fe'l bor deb qaraymiz, lekin buni tashlab kelamiz. Mana bu ishtig'ol. Ya'ni ishtig'ol deganimiz keyindan kelgan fe'l ilgarisidagi maf'uldan keyindan kelgan domir bilan yuz o'rgan bo'lsa, bu ishtig'ol bo'ladi. Mana ishtig'oldimi qanday qilish kerak? Uningki fe'lni tashlash kerak. Masalan, Qur'on Karimda buning misollari ko'p. Was-samaa banaynaha. Bu yerda was-samaa zivor qildi. Nima uchun? Ishtig'ol deymiz. Ishtig'ol uchun ishtig'olni zivor qildi. Qanday ishtig'ol bo'ldi desak, was-samaa osmonni banaynaha. Asli was-samaa banayna bo'lgan bo'lsa, osmonni qurdik biz bo'ladi. Bu yerda maf'ulun bo'ladi. Bu vaqtda gap yo'q. Ammo banaynaha deb bu osmon qaytadigan domirdan birini akeldik. Bu yerdagi banayna degan bana degan fe'l keyindan kelgan ha degan domirsi bilan was-sama degan maf'ulun bihdan yuz o'rdi deymiz. Mana bu ishtig'ol. Bu yerdagi shunga was-sama'ni oldimi bir fe'lni ishtig'ollik bobiga asosan fe'lni biz ba deb qaraymiz, ammo tashlaymiz. Endi fe'lni tashlash, maf'ulun bihning fe'lni tashlash vojib bo'lgan o'rinning oxirgisi munada. Munadaningki oldida harfi nidaning keynida bir fe'l tashlangan bo'ladi. Masalan, ya Abdullah dedi. Bu yerda Abdullah nima qildi? Zivor qildi. Nima uchun zivor qildi? Chunki bu abda bu yerda nima? Maf'ulun bih. Bu maf'ulun bih o'zi qani buning fe'li desa, ad'u degan fe'ldan birisi bor. Ad'u Abdullahni chaqiraman degan ad'u degan fe'ldan birisi bor. Bu munadada qanday qilingan? Tashlangan. Shunga abda shunga maf'ulun bihga qasasini nima qildi? Zivor qildi deymiz. Demak, bu yerda abdaning oldida adu degan fe'l qanday qilingan? Tashlangan. Mana bu maf'ulun bihning fe'lini tashlash vojib bo'lgan to'rt o'rin. Birinchisi samai, ahlan va sahlan, masalan shukran, afvan deganlar hammasi shunga kirib ketadi. Shukranning oldidami? Shakartu shukran, afawtu afvan deganga o'xshash fe'l qanday qilingan? Tashlangan. Arablar tashlagan, biz tashlaymiz. Bu samai. Qiyos qilmaymiz. Ikkinchisi tahzir, ogohlantirish babida iyyaka val asad. Al-asad, al-asad, at-tariq deganga o'xshash ogohlantirgan har qanday bir so'zda uning oldida fe'l tashlangan bo'ladi. Uchinchisi ishtig'ol, ya'ni maf'ulun bihning fe'l keyindan kelgan domir bilan yuz o'rgan bo'lsa, buni biz ishtig'ol deymiz. Bu ishtig'ol bo'lgan so'zda, yuz o'rgan so'zda oldida bir fe'lni qanday qilamiz? Tashlaymiz, taqdiran ba deb qaraymiz. Munadaning oldida bir fe'l botdi, uni qanday qilamiz? Tashlaymiz. Ya Abdullah degan bu munadada ad'u degan fe'l botdi, buni qanday qildik? Tashladik deymiz. Mana bu maf'ulun bihning fe'lini tashlash vojib bo'lgan o'rin. Endi bu yerda munadaning gapi chiqib qoldi. Endi munadaning gapi chiqib qolganligi uchun munadani biz qisqacha
so'zlab ma'amiz. Munada degan nima deganda bu chaqiriluvchi ismning gap so'z ma'nosi. Munada deganimiz buning ta'rifoti va huwa ismun mad'uun bi harfin nida. Nayt atiya bu harfi nida chaqirish harflari bilan chaqirilgan ism. Ya Abdullah, ya Muhammadu, ya Zaydu deganga o'xshash. Biz Uyg'ur tilida birovni chaqirmoqchi bo'lsak, uning uchun ata ekan yaqinda bo'lib qolsa chaqirish qo'shimchasi ekanmaymiz. Muhammad, Abdullah deb intonatsiya orqali chaqiramiz. Ammo arablar yaqinda bo'lsa boshqacha, yiroqda bo'lsa boshqacha bir harf akilib, ondan keyin qanday qildi chaqiradi. Ya'ni munada deganimiz nida harfi bilan chaqirilgan ism. Endi nida harfi bilan chaqirilgan ism dedik. Nida harfi qaysi deganda huruf nida a, ya, aya, haya, ay. Biz bu nida harflarini tafsiliy harfning babida so'zlaymiz. Endi bu munada aloqador bo'lgan bir qism hukmlarni so'zlab o'tib ketamiz. Chunki bu yerdagi munada biz misol keltirgan munada nima bo'lganligi uchun, maf'ulun bihi bo'lganligi uchun so'zlab o'tib ketamiz. Endi vaqad yuhzafu harfun nida labdan dedi. Ba'zi vaqtda oshkora holatda labzi degan gap oshkora ko'rinishda nida harfi tashlanadi. Masalan, Yusufu a'rid an hada degan bu oyatdagi ya Yusufu a'rid an hada. Ya nida harfi bor. Bu yerda ba'zi qanaqa qilib ketadi, tashlanib ketadi. Tashlanib ketsa bo'ladi. Endi biz chaqirmoqchi bo'lgan ism alif lamli qism bo'lib qolsa, alif lam kirgan ini qism bo'lib qolsa, va in kana al munada mu'arrafan billah. Agar munada alif lam bilan iniq qilingan ism bo'lsa, masalan ar-rajulu deganga o'xshash deyildi, ya ayyuhar rajulu deb ayyuha akilib turib, undan keyin qanday qiladi deyiladi. Ya ayyuhar rajulu. Endi munadaninki chaqirmoqchi bo'lgan ismning oxirini qisqartsak bo'ladi. Masalan, yajuzu tarhimul munada deydi. Chaqirmoqchi bo'lgan ismni qisqartish to'g'ri va deysiz Malik da. Masalan, Malikni chaqirmoqchi bo'lsak deymiz, ya Mali deymiz. Kapni tashlab o'tib. Masalan, Rasululloh Aisha radhiyallohu anhani chaqirmoqchi bo'lsa, ya Aisha deb chaqirgan yerlar bor. Bu asosda ko'pincha hollarda bir uningga bir omroqligini ifodalagan vaqtda shunday bo'ldigan ahvollar. Masalan, Malikni chaqirmoqchi bo'lsak, ya Mali deymiz yoki ya Malu deymiz. Bu nida harfi yolg'iz ism kirgan vaqtda buni oxirisini nima qiladi? Pesh o'qiladi. Endi ya Maliku deb chaqirsak, ya Maliku bo'ladi. Oxirisini nima qiladi? Pesh o'qiladi. Ammo buning oxirini tarhim qilgan vaqtimizda pesh o'qiladigan hukmni qilib qolgan oxirgi harfiga bersak ma bo'ladi. Ya Malu deb. Yoki bo'lmaydi, o'z betiga qo'ysak ham bo'ladi. Ya Mali deb. Asli holatida zir qo'latdik, qani tashlashni ilgari shu bo'yicha o'qisak bo'ladi. Yajuzu fihi wajhan. Ikki xil yo'l to'g'ri. Ya'ni tarhim qisqartirilgan ismning oxirini o'z betiga qolib qo'yish yoki munodalik hukmini uningga berib oxirgi harfini pesh qo'yish. Ya Mali yoki ya Malu deb. Endi munodani pesh qo'yish zir o'qish haqida gap qildik. Endi bu munodaning i'robi harakatiningki turlar haqida qisqa so'zlab oyoqlashtiramiz. Endi munadaning i'robi ya'ni harakat qanday bo'ldi? Biz chaqirmoqchi bo'lgansimni qanday qo'yamiz? Bayatdan ya Abdullah deb o'qidik. Undan keyin ya Maliku deb qo'shib qanday qo'yamiz deganda bu bunday. Agar kana bo'lsa, ya'ni agar munada mufrad, ya'ni yolg'iz so'z bo'lsa, ya Malik masalan, Zayd, Xolid degan mufrad ma'rif bo'lsa, masalan Xolid ma'rifa alam shunda qo'l Zayd ma'rifa. Ya'ni mufrad ma'rif bo'lsa yoki nakirolab maqsadlik nakir bo'lsa, masalan rajulu deganga o'xshash. Bu maqsadlik deganligi men ko'rgan, maqsad qilib chaqirgan. Maqsadsiz o'qigan bo'lsa, men ko'may turib uyning teshidagi odamni chaqirgan bo'lsam, bu maqsadsiz bo'ladi. Men kurab turib chaqirganini biz deymiz, maqsadlik chaqirgan deymiz. Ya'ni yoki nakir maqsuda bo'lib qolsa, pashlik alomatiga mabni bo'ladi. Pashlik alomatiga mabni bo'ladi. Bu mabni bo'ladi degan hamallan bu qo'sh o'qilmay taq o'qiladi degan bo'ladi. Agar munada mufrad ma'rif bo'lsa, Xolid deganga o'xshash yoki maqsadlik nakir bo'lsa, rajulun deganga o'xshash, pashlik alomatiga mabni bo'ladi. Masalan, ya Zaydu, ya rajulu, ya Zayduna deganga o'xshash. Mana pashlik alomatiga nima bo'ldi? Mabni bo'ldi deymiz. Mana mabni bo'ldi degan ma'nosi qo'sh o'qilmaydi degan gap. Endi chaqirmoqchi bo'lgan ism mana shuningdek mufrad ma'rif bo'lsa yoki maqsadlik nakir bo'lsa shunday ekan.
Agar muzab bo'lib qolsa, masalan chaqirmoqchi bo'lsa, muzab Abdurrahman, Abdullah, Abdulxoliq deganga o'xshagan bir muzab ism bo'lib qolsa desa, idza kana mudofan, agar chaqirmoqchi bo'lg'aysa muzab bo'lib qolsa, yunsab zivar o'qiladi. Ya'ni ya Abdullah. Ya'ni bu yerda fe'ldan birini ba deb qaraymiz, maf'ul deb qaraymiz. Ya'ni demak, bu yerda maf'ulning fe'li qana qilingan, tashlangan. Bugungi darsimizning munosabatli bo'lgan tarafi shu. Demak, chaqirmoqchi bo'lgan munada nima bo'lsa, muzab bo'lib qolsa, Abdurrahman, Abdurrahim deganga o'xshash, bu birinchi parchasini nima qiladi? Albatta zivar qiladi. Bu yerdagi chaqirmoqchi bo'lgan birinchi parchasi, ikkinchi parchasi uchun muzofun ihlikka asosan zivar qiladi. Ya Abdullohi, ya Abdurrahim, ya Abdurrahman deganga o'xshagan. Endi chaqirmoqchi bo'lgan ism agarda shibhi muzab bo'lib qolsa, ham mudab bo'lib qolsa, zivar o'qiydi ekanmiz. Shibhi muzab bo'lib qolsa desa, shibhi muzab degan nima? Shibhi muzab deganimiz mudobdan keyin mudofun ilayh kelmay ya jar majrur kelsa. Masalan, ya xarijan anit tariq yoki ya xarijan anil haqq yoki maf'ulun bih kelsa, ya tali'an jabala deganga o'xshagan. Ya'ni jabalan tala'a degan fe'lning amalini qilib jabalandan bo'ldi, maf'ulun bih bo'ldi. Demak, keyindin, ya'ni mudab deb qargan so'zning keyin nima kelsa, maf'ulun bih qolsa, biz buni mudab deb atamaymiz, shibhi mudab deb ataymiz. Buni biz o'z navbatida so'zlaymiz. Demak, shuningdek shibhi mudab bo'lib qolsa, nima bo'ladi? Zivar qildi. Masalan, ya tali'an jabala deganga o'xshagan. Agar chaqirmoqchi bo'lgan ism nakira maqsuda bo'lib qolsa, tashkil mabni yo'lda ekan. Endi nakira g'ayri maqsuda bo'lib qolsa-chi? Ne biz nakir bir odamni, huquqsiz bir odamni chaqirmoqchi, ham maqsadsiz. Masalan, qanday desa, ya rajulan khudh bi yadi. Voy adam qo'limni tutib ol. Ama odamdan birisi, qarog' odamdan birisi hech kimni ko'rmaydi. Maqsad qilmasdan ya rajulan khudh bi yadi deb nakira g'ayri maqsuda, maqsadsiz holatda bir odamni chaqirmoqchi bo'lsa, bu nima qiladi? Yunsob, zo'r qiladi. Shunga ya rajulan khudh bi yadi deymiz. Unda bo'lsa vaqtlar bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.